Barchangizga salom do'stlar, sizlar bilan kirib berganman. Bugun biz mana shunday kiyimlar bilan kiyib monsterlarga qarshi urushamiz. Hamma Minecraftdagi monsterlarni shu yerga 4 ta raunddan iborat bo'lgan joyni o'zim qurdim va bu yerdan endi sog'-omon chiqa olarim ekanman. Birinchi raundga kirishdan boshlaymiz. Birinchi raund eng oson raund bo'ladi. Bunda bemalol kesak-kesaklarini sandiqdagi do'konlarni ham ovozim hozir va Usta mini zombi. Ya okum qoldi. Okum qoldi. Men endi qilishni o'rganamiz. Bo'ldi. Birinchi raundni eson-omon o'tkazib oldik. Endi ikkinchi raundga tayyorlanamiz. Endi buni o'qlash kerak. Qanaqa o'qlaydi? M249 ekan. Buni o'qi bormi bunda? Yo'q. Buni o'qi yo'q ekan. Hay. Buni o'qi. Qani o'qi bor. Buni ham o'qi. Buni o'qi bor yaxshi. What you got? Bitta o'q qoldi. Gah. Endi qilish bilan gahchillarim. Yo'q, qo'rqasan, gahchi, qo'rqmayman. Bitta sho'rsin. Yo'qoldi. O'q qoldi. Buni ham. Jonatan ham dahshat ekan. Ochamanda granat otaman bo'ldi. 1 2 3. Bak granataga urmayapti. Bak aka. Zahar otib tashladi. Yana otyapti zahar. Yana bitta yo'q. Yana kirib kelyapti bu yerdan. Yana kirib kelyapti zombi. Vermasdi. Yana zombi bor. Hali endi. Qansalari. Granatga ham bo'lmadi. 3 marta granat otdim. Shamlarim portlab ketdi. Keldi, bir park ko'rib ishib. Hey, nega gapirib tashlayver, sardoyim? Mashina to'xtatib bakalım. Svetlarni ham o'tkazib eng qiyin raundlardan biri 3-raund. Qopqo'rg'on. Urinalaman. Granatda ochamiz, granatda otamiz. Granatda bittamiz, o'nta. Granat ko'pchi. Qansan hech narsa ko'rmayapti. Hech narsa ko'rmayapti do'stlar. Iblis. Yo'q, iblis. Qani u? Menga otib yotibdi, men ko'rmayapman. Menga yana zaharlagan effekt beryapti bitta. Yalmog'iz kampir. Peshonasi chandir. Granatani boshqa ko'rayotganimiz uchun mana yo'qki, men seni ko'ryapman, yo'qki. Yo'qki, iblis. Hech narsa ko'rmayapti. Men hozir o'lib qolaman.
Portlamas ketyapti. Moya creeper qarasang yaxshimisan bola chaqalaring. Portlama endi. Ay canım. Tanrım ketyapti. Nima unutga berdan beri otib yotibdi. Ha, qana duvarib 100 ta 200 ta otib tashladi. Oxirgi raund eng qiyin raund granat otmay qolamiz. Lekin otsak baribir o'zimizga zarar bo'ladi. Sekin ketdik. Dahshat effektlar ko'payib ketdi, jonim ketyapti. Oxiri marta narsalarga bosdim. Yo'qotamiz. Yo'qotamiz to'g'ri. Buyoqqa endi. O'qim qolmabdi. Ay, yugurib kelyapti, uyalmasdan. Uyalmaysanmi? Insonmisan, yutmaysan. Ana, shunday bilan ketyapti, yaxshi. Voy, agar men chiqib nima kelaverasizlar? Hammasini qirib tashlaydigan paytim keldi. Bir talab keldi. Eslab oldim desa. Nima? Yugurib kelasan? Ichga o'xshab. Endi o'qim bor. Qo'rqinglar kelishga. Nima ichga o'xshab kelaverasan? Yaxshi. Nima bo'ldi? Bugun kellaring talab keldi. Hammaga. Kimni oldiga yugurib kelyapsan? Creeper gamerni oldiga kelyapsan. Creeper gamer. Tekmaganga tekmaydi, tekkanini. Nima qiladi tekkan? Ay jonim ketib qoldi do'stlar. Ketib qoldi, yasharmay o'tiramiz. Sekin qilamiz. Buyoqqa seni o'q bormi? Buyoqqa. Nima endi kelmayapsan? Yugurib kelyapti ular. Hartmi? Kellaring. Endi to'xtaring o'chib qoldi. Endi kellaring, bu kelmaydinglar. Voy, do'stlar, dahshat tez kelyapti. Sehrlangan oltin olmam qani? Yo'qib qoldim. Mana boya o'lgan joyim. Yo'q, kamon o'qi ham bor ekan, kamon ham bor ekan. Unda buyoq kellaring endi kamon bilan o'ldiraman sizlarni. Ko'mirvachchalar. Men bilan o'ynashyapsan, mendek sniper bilan o'ynashyapsan. Bitta o'qdan chidamaydi-ku. Sniper bilan o'ynashadimi? Ovqat bormi qolmas? Bu ovqat bor ekan. Mana hayotda ovqat yeydigan bo'ldik. Mana zahar bo'lsa ham. Ay, jonim ketdi, ay. Hozir o'lib qolaman-ku, nimaga jonim ketyapti endi. Bekor yedik tashimni. Zombi go'shtini yeyamiz. Bo'ldi, ketdik endi, to'ydik, qornimiz to'ydi endi, otib tashlaymiz hammasini. Voy, yugurib kelyapti. Bular eshikka sig'mas ekan. Va nihoyat biz yutdik do'stlar. Dastak bormi? Yo'q, mana dastak yo'q. Bu yerni qanaqa ochamiz? Biz ochamiz do'stlar. Bu yer qulf ochilmayapti. Qulf emas ekan. Yo'q, qulf ekan, rostdan ham ochilmayapti. Yur ketdik do'stlar. Biz hozir dastak topib kelamiz. Dastak deyapman. Yo'q, bitta ham eshik yo'q. Dastak ham yo'q. Mana dastak bor ekan, mana hayot. Mana hayot. Bu yopilib qoladimi dastakni? Xullas yopilib qolar ekan. Buzilmaydi yani bu. Buzlar. Yaxshi, bo'ldi ketdik. Endi yediramiz hammasini. Oxirgi raundda bo'ldik. Endi qanaqadir bizga menimcha surpriz beradi. Mana. Iltimos do'stlar, shuni ochishimdan oldin like bosing va obuna bo'ling. Unda rahmat. Endi esa o'tamiz. Yo'qmi?
Yo'lda olmoslar ko'rinyapti. Yo, mana men boyib ketdim do'stlar. Shunchasini o'ldirdim. Men qishloqni, ya'ni mana shu dunyoni nima edi? Dunyoni qo'riqladim va dunyoni qutqardim. Mana shuncha narsani. Super mega super narsani qutqardim. Ay! Bo'pti, xullas hammaga xayr do'stlar. Sog'-omon bo'linglar. Albatta, yoqtirsangiz Telegram kanalimga yozib qo'yaman albatta. Iltimos, bo'pti, iltimos obuna bo'ling. Hammaga xayr. Ya bor yuqorlaringga. Naryoqda o'yna deyapti. Hozir o'ldirib tashlayman bu yoqda. Mayli, biroz shular bilan o'xshaydi. Bu yoqqa. Seni rosa asab turyapsan. Bu yoqqa sen. Shuni bilan endi o'qishamiz. Nima bo'ldi ko'rinadi. O'qimam qolmayapti. O'qiydi. Молодец, mujik. Sen nima yo'qsan? Teginganim yo'qmi? Ana, men kabi sniper headshotlar bilan o'ynashacağım. Bu yoqqa seni boltada chopib tashlaman. Juda bir nima bo'lsa. Yo-moyo. Do'stlar, hammaga xayr, sog'-omon bo'ling. Bugungi videomiz tamom. Hammaga xayr.